Assalomu alaykum, qadrli obunachilar. Navbatdagi darvozamizda Andijon viloyatiga olib kelib o'rnatib berdik. Aka, manzilni tushuntirib o'rasiz. Manzilimiz Ma'ruf mahalla 1-maktabning oldida. Ko'rishingiz mumkin, darvozamiz ixchamgina, chiroyli fason qilib yaratib berdik. Aka, darvozalar aytilgan kuniga keldimi? Albatta, aytilgan kuniga sifatli bitirib kelishdi. Ko'rishingiz mumkin. Bu joylarga chiroyli qilib lazerlardan gul qilib berganmiz. Bu joylarga atlas listlardan bosib berganmiz. Tevalarda o'zini boshqacha gullari bor edi. Akamiz lazer fason qilib bering dedilar. Aytilgandek chiroyli qilib berdik. Bu joylarga ham akoshka qilib berganmiz ikkita. Bu darvozamizni to'g'risi gap kunini aytilmagandi. 15 kunda olib kelib ustanovka qilib berdik. Endi undan ham oldinroq bitganda asli chiroyli qurib olsin deyishdi. Shuni hisobiga ishxonada bir 2 kunmi turdi. Bu orqa ko'rinishlari. Bu joylarga ham o'sha aytganimizdek chiroylab lazer gullardan foydalanib to'sib berganmiz. Ikki qavatli darvozalarimiz shu ko'rinishda bo'ladi. Bu fasonimizda. Zamoglari ham stimulda bo'lgan. Ko'rishingiz mumkin. Bir qo'lda xotirjam bemalol ochib yopishimiz mumkin. Mana qo'ygan joyda turadi darvozamiz, xolos. Tekis o'rnaganligi shunda. Xotirjam bitta qo'lda bemalol yopishimiz mumkin. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Ishlarni tez va sifatli qilib bitirib beramiz.